Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar. Ko'pchilikdan savol tushyapti. Toza adiler qanday bo'ladi, qanday ajratib olsak bo'ladi toza adilerni deganlarga. Bugungi videoda ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir mana shu yerda ikkita tovuq bor, mana toza adiler. Chunki bularni adilerlarni tumshug'idan bilinadi. Keyinsiga boyagi qanotidagi, bo'ynidagi pitno qarolaridan bilinadi. Xo'rozimizda ham mana qanotida mana qarasalaring pitnosi uch-uchida bor. Lekin dumida keyin mana bo'ynida. Oyog'i sapsariq, tumshug'i ham sariq. Ana shundan ajratib olsalaring bo'ladi tozaligini. Agarda shu ko'rinishda agar adiler deb misol uchun bir xilla sotishi mumkin-da. Tumshug'i oq bo'lib, oyog'i sariq bo'ladigan bo'lsa ham u toza adiler emas. Yoki oyog'i oq bo'lib, tumshug'i sariq bo'lsa ham u adiler emas. Adileri ko'rinishi shu mana shu. Oyog'i sariq bo'lishi kerak, keyin tumshug'i sariq bo'lishi kerak, ko'rinishi mana shunday bo'lishi kerak. Keyin adilerlar 1 yilga 11 oy tuxum beradi. 11 oydan keyin 1 oy tulab turib dam oladi. 1 oydan keyin yana tuxum berishni boshlaydi. 1 yilga 280 dan 300 gacha tuxum beradi. Adiler tovuqlar. Bularning tuxumini lekin kichkina bo'ladi. Uy sharoitida agar boqmoqchi bo'lsalaring, yaxshi urug' olmoqchi bo'lsalaring agar boyagi inkubatorga tuxumini qo'ygani 5 ta tovuq bitta xo'roz yoki 4 ta tovuq bitta xo'roz qilib boqsalaring, xudo xolasa tuxumini inkubatorga qo'yib ochirmoqchi bo'lsalaring 100% javob ochib chiqadi. 100% javob. Chunki urug' yaxshi tushgandan keyin inkubatorga qo'yilgan jo'jalar ham yaxshi bo'ladi. Mana tuxumni qaranglar, kichkinaligini. Yangi kirgan tovuq tuxumi mana shunday bo'ladi. Farqini mana qaranglar. O'zim kichkinacha xo'roz ham xuddi shunday qiladi. Bu hozir tavug'imizning tuxumi ichida tayyor bo'lmasdan kichkinagina qilib qo'yibdi-da mana. Bu nima sababdan mana shunday bo'ladi? Mana kichkina bo'lib qoladi. Sababini aytib o'tay sizlarga. Bu tovuqlarimizga vitamin yetishmaydi, kalsiy. Tovuqlarga kalsiy yetishmaydi. Shuni kalsiy yetishmaganda sababidan po'slog'i yo bepusloq bo'lib tushadi yoki xuddi mana shunday kichkina bo'lib chiqadi. Shuning uchun iloji boricha tovuqlarni vaqti-vaqtida yemlarini yaxshi berib, boyagi vitaminli yemlardan berib, harakat qilib suvlariga ham vitaminlarni berib, boyagi tovuqni immunitetini ko'taradigan vitaminlardan berib, xudo xolasa shunday qilib boqsalaring yaxshi bo'ladi. Hozir mana shu tuxum qilayotgan gnezdosi 2 talik qilib yasab qo'yganman. Bu 3 ta tuxumni mana shu bugun qilgan. 3 ta tovuq. Kuniga 2 ta, 3 ta, bitta shunday qilib tuxum olib yuramiz. Keyinsiga monday taxtalari bo'ladi, tovuqlarni o'tiradigan taxtalari. Bitlari monday bo'lib bilinadi. Hozir men sizlarga mana ko'rsataman. Tovuqni qayerdan kelib chiqadi desalaring, bitlari xuddi mana shunday bo'ladi, o'tiradigan joyi. Hozir bu yerga o'tib ko'rsataman sizlarga. Ko'rinadigan bo'lsa qaranglar. Mana. Ko'rdilar? Kunduziga ham mana shunday joyga kirib oladi, keyin kechqurunga qorong'i bo'lgandan keyin chiqishni boshlaydi ana. Ko'rinib turgan bo'lsa agar. Hozir buni siqsa qip-qizil qon chiqib ketadi hozir. Hozir chekarakka qilib ko'rsataman. Qaranglar. Ko'rdilaring?
xuddi kraska qilib qo'yganday bo'lib qoladi-da. Mana shunday bo'lib, iloji boricha temirda qilsalaring ham yaxshi bo'ladi o'tiradigan joylarda. Mana bu buyog'larda ham mana xuddi shunday mana qaranglar. Qo'l bilan ezib bassa qip-qizil qon bo'ladi. Lekin qon mumkin emas bizning YouTube kanalimizga qo'yish. Shu uchun harakat qilinglar. O'sha tavuqlarni o'tiradigan joyini yo po'stlog'ini tozalab tashlash kerak. Keyin bitlagan tavuqlar qayerdan bilsak bo'ladi deb navoda savollar bo'lib qolishi mumkin. Bitlagan tavuq o'zini holsiz tutadi. Boyaga slabi tutadi-da, yemishi ham nochor bo'ladi. Ana shu paytda tavuqni ko'tiga javsroq joyida ko'rish kerak-da. Ana shundan kelib chiqadi-da. Xo'rozdan, tavuqdan ana shunday bo'lib ko'payadi. Hozir endi jo'jalarni ham ko'rsatamiz sizlarga. Jo'jalarga o'tamiz hozir. Bu jo'jalarimiz va joydori jo'jalar. O'zimdan chiqqan hashaka jo'jalarimiz. Hozir bular ikkitasi 1 oy 10 kunlik bo'ldi. Ikkitasi 1 oylik bo'ldi. Bularni ham xo'rozi adiler uchun bunday adilerga o'xshab ketgan. Tumshug'i sariq, oyog'i sariq, mana pitnolar sariqqa o'xshab ketgan mana. Yo'q, oldida soqqolchasi bor. Ko'pchilik tushunmay olib oladi boyaga adilerga o'xshaganiga. Iloji boricha ko'proq ahamiyat berish kerak-da boyaga toza adiler bilan toza emas adilerlarni harakat qilib ajratish kerak-da. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana shunday qilib 4 ta jo'jachamizni bu yerda boqamiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.